Endi turli mavzularda tayyorlangan xabar hamda lavhalarning to'liq tafsiloti bilan tanishing. Jizzax viloyat hokimligida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish yuzasidan o'quv seminar tashkil etildi. Dastlabki lavha shu haqda. Mamlakatimizda aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish va muammolarni manzilli hal etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Joriy yilning 13-mart kuni davlatimiz rahbari tomonidan xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida mutasaddi va mas'ul idoralar, hokimliklarga bir qator topshiriqlar berildi. Shundan kelib chiqib, eng avvalo O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali kelib tushayotgan murojaatlarni va aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etish va ijobiy hal etish choralarini ko'rishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jizzax viloyati hokimligida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish va kelgusidagi vazifalarni belgilab olishga qaratilgan seminar ham ayni shu masalaga bag'ishlandi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi G'ofirjon Mirzayev, Jizzax viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Zafar Azimov kun tartibidagi mavzu bo'yicha so'zga chiqdilar. Video selektor tarzida o'tgan seminarda xalq qabulxonalari bosh mutaxassislari hamda viloyat, shahar va tumanlar tashkilotlari mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Seminarda davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yil 13-mart kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish mexanizmlari, aholi murojaatlari bilan ishlash tizimi bo'yicha Qarshi shahar tajribasi va uni joriy qilishda mutasaddi tashkilotlarning vazifalari va boshqa mavzularda mutaxassislarning ma'ruzalari tinglandi. Shu yilda 2 oy davomida Jizzax viloyatida xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar soni o'tgan yil shu davrga nisbatan, ya'ni 2 oyga nisbatan 13 ta tuman shahar ichida Do'stlik tumanidan tashqari qolgan 12 ta tuman shaharda o'sish kuzatilgan. Nima uchun o'syapti? Demak, biz bu murojaatlarni yo'llashga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etishga bu tumanlarda e'tiborni kuchaytirish zarurligidan dalolat beradi. Do'stlik tumanida o'tgan yil 12 oyga nisbatan 27% ga kamaygan bo'lsa, demak, boshqa tumanlarda qaysi bir tumanda 30%, qaysi bir tumanda 25% ga o'sgan. Sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, 2025-yilda murojaatlar soni eng ko'p 2 ta sohada o'sish kuzatilgan. 2 ta sohada. Birinchisi rahbarlar qabulini tashkil etish yo'nalishi 16% ga. Jumladan, o'tgan 25-yilda 314 ta murojaat bo'lgan bo'lsa, 24-yilda 274 ta. 16% ga o'sgan. Mazkur o'quv amaliy seminar aholi dardini tinglash, murojaatlarni o'z vaqtida va sifatli hal etish, hududlardagi muammolarni barvaqt aniqlash hamda ularni tizimli hal qilishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Joylarda endi o'tkazilayotgan sayyor qabullarimizni mahallalar kesimida, Qarshi shahar misolida mahallalar kesimida endigi sayyor qabulni grafikini rejalashtirib, mahallalar kesimida, ya'ni statistik tahlillarni olamiz. Qaysi mahallalarda o'tgan yilda shu xos davriga nisbatan bu yil bilan tahlilni ko'taramizda, shunga nisbatan mahallalarda sayyor qabullar tashkillashtiramiz. Tizimni takomillashtirish borasidagi ishlar tahlil qilinib, galdagi ustuvor vazifalar belgilab olindi.